Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo barchamizni tutayotgan ro'zalarimizni qabul qilsin. O'zini roziligiga muvaffaq qilsin. Qadamlarimizni sobit, amallarimizni qabul, istig'forlarimizni Alloh taolo o'zi ijobat qilsin. Dini diyonat insonni dunyo hayotini o'zidagina yopishib qolishligidan qutqaradigan eng ajoyib muolaja. Dini diyonat u nasib qilgan bandalariga Allohning muhabbatini bir belgisi. Haq taolo dini diyonatdan adashtirmasin, ixlosdan, taqvodan uzoqlashtirmasin. Barchamiz haqni bandasi bo'lib davom etishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Hop. Bitti. Sizlar bilan bir ozgina ses so'rashing. Hali endi yaxshi bo'ldi. Ovoz yaxshi bo'lyaptimi? Nima deyapsizlar? Piyuz qo'yib olasizlarmi? Salom berganlarga va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Uxlamaysizmi domla deyaptilar. Madina Munavvaradamiz, ertaga Makka Mukarramaga yo'lga chiqamiz. Nasib bo'lsa, shuning uchun Madinada uyqu kamroq kelmayapti, to'g'riroq. O'zingizlar yaxshimisizlar? Payg'ambar alayhissalatu vassalomni munavvar qilgan yurtlardamiz. Eski nomi Yasrib, yangi nomi Madina. Madina al-Munawwara. Nurli, ziyoli shahar ma'nosini ifoda qiladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom haqlarida gap ketsa, har doim u zotni o'ta ko'ngilchang inson ekanlari, odamlarga iloji boricha hidoyatni ilinganlari, hatto amakilari Abu Talibni sajdaga yotib yig'lab duo qilganlari to'g'risidagi rivoyatlar Payg'ambar alayhissalomning qalblari qanaqa ajoyib bo'lganligini bildiradi. Kofir bo'lgan odamga, Payg'ambar alayhissalatu vassalomni o'ldiraman degan odamlarga ham mehribon bo'lganlar. Chunki payg'ambarlikni vazifasi shu, risolatni ma'nosi, mohiyati shu. Risolat iymon, e'tiqod, taqvo, ibodat otadan bolaga meros qoladigan narsa emas. U moli dunyo emas u. Ota o'lsa bola uni egallab oladigan narsa emas u. Iymon, e'tiqod siz bilmagan, siz tanimagan odamlarga ham nasib qilaveradi. Siz yoqtirmagan odamga ham nasib qilib qolaveradi. Masalan, Payg'ambar alayhissalatu vassalomni yonlarida turgan yaqinlari, qarindosh, amakilari bir qanchasi iymon keltirmagan. Ashaddiy dushmanlik qilgan Abu Lahab amakilari bo'lgan. Dadalari Abdullohning akasi bo'ladi. Abu Jahl dushmanlik qilgan. Abu Talib yordam bergan u iymon keltirmagan. Ya'ni ilm, taqvo, iymon bu Alloh suygan bandalarigagina nasib qiladigan narsa. Bu bir o'ylanib, fikr qilib o'tiradigan bir mag'zini chaqadigan gapda bu. Agar iymon bergan bo'lsa, sizga e'tiqod bergan bo'lsa, do'ppingizni osmonga oting. Yana Xudodan so'rang, shu iymonni, e'tiqodni olib qo'ymasin. Ulamolar haq yo'l kimga nasib qiladi deganda samimiy insonlarga nasib qiladi deyishgan. Samimiy insonlarga. Samimiy inson kim? Haqni garchi u yomon ko'rgan tarafdan kelsa ham qabul qiladi. Botilni eng yaqin odami aytsa ham uni inkor qiladi. Mana shu samimiylik. Mezon haq bo'ladi. Endi yana bitta mushkula bor shu joyda, haqni haq ekanligini bilish mushkulasi. Chunki ko'p jamoatning ichida insonlarning fikrlarini o'zgartirishi mumkin bo'lgan uslublar bor. Ba'zilarini men avvalgi suhbatlarda sanab berdim sizlarga. Ba'zilarini safsata deyiladi. Safsata so'z o'yini hisoblanadi. Siz aytayotgan jumlani boshqa ma'noga burib, o'zini jumlasini tiqishtirib ketadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni haq
da'vatlariga qarshi ilmiy yoki madaniy yoki fasohat bilan javob bera oladigan odam qolmadi. O'shaning uchun Rasulullohni nima deyishdi? Majnun deyishdi. Sehrgar deyishdi. Quloq deyishdi. Innahu uzun. Qur'onda kelgan. Payg'ambar alayhissalomning quloq bu deyishgan. U arab tilidagi bu quloq ma'nosi qulog'iga qattandir ovozi eshitilyapti, o'sha eshitgan ovozini gapirib yuribdi degan ma'noda kamsitishgan. Yetimcha deyishgan, Abu Kabsha deyishgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam hammasini shunday orqaga otganlar. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Makka da namoz o'qiyaptilar. Makka mushriklari tuyani ich borini, so'yilgan tuyani qorni, najosati, ichaklari shu turgan ekan. Oborib shunday Abu Jahl Payg'ambar alayhissalomni yelkalariga qo'yib qo'yadi. Sajdadan tura olmay qoladilar. Shunda Fatima onamiz yugurib kelib olib tashlaganlar. Qattiq haqorat qilganlar ularni. Allohning la'nati bo'lsin sizlarga deb. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Madinaga kelganlarida mana shu biz hammamizning qalbimiz oqib turadigan diyor Madina-i Munawvaraga kelganlarida xalqni aksariyati Payg'ambar alayhissalatu vassalamni quchoq otib kutib olishgan. Quchoq otib, ochib. Tala'al badru alayna min saniyatil wada. Bu mashhur asarlar orqali kelgan, bizgacha yetib kelgan. Bizga 14 kunlik oy chiqib keldi deb Payg'ambar alayhissalomni 14 kunlik oyga o'xshatishgan. Vajaba shukru alayna ma da'a lillahi da deb maqtovlar aytishgan. Bizga bu Payg'ambar alayhissalom kelyapti-yu, oy chiqyapti bizga. Shukr qilishimiz vojib bizga degan ma'noda xursand bo'lishgan. Lekin munofiqlar uy kuygan. Munofiqlarning uyqusi qochgan. Abdullah ibn Ubay ibn Salul nima qilishini bilmay ozgina qolgan edi Madinaga rais bo'lishlikka. Payg'ambar alayhissalom kelganlari uchun uni rais riyosat saylovi uxlagan. Shundan boshlagan munofiqlikni. Birinchi munofiqlikning qadami shu odamdan boshlanadi. Payg'ambar alayhissalomga rosa zarar bergan. Orqa o'rotdan masxaralar qilish, she'rlar to'qittirish, hatto Makka mushriklarini gijgijlab Madinaga o'zini yurtiga hujum qilishligini ham shu ta'minlagan. Ahzobni ham shu ta'minlagan yahudiylar bilan kelishib. Munofiq. Payg'ambar alayhissalatu vassalam shu odamni ko'ngil odamlarda qayerda bir majlisda o'tirgan bo'lsalar shu kirib kelsa chaqirib to'rga o'tkazar ekanlar. Ko'ngliga qarar ekanlar-da shu odamni. Bir qancha sabablari bor. Bittasi yomondan ehtiyot bo'lish uchun unga yaxshi gapirib turish. Bu ham bitta sabab. Yoki iymonga kelib qolarmikin, yomonga yaxshilik qilsangiz ka'annahu hami bo'ladi. Ya'ni go'yo qaynoq do'stga aylanib ketib qoladi. Sizga yomonlik qilgan odamga bir yaxshilik qiling-da. Sizga yomonlik qiladi, siz yaxshilik qiling-da. Ka'annahu valiyun hamim deydi Qur'on. Qaynoq do'stga aylanib qoladi. Shuni umidi ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhissalom Ubay ibn Salulni, Abdullah ibn Ubay ibn Salulni hurmatini joyiga qo'yish. Uni hurmati yo'q, munofiq o'zi. Lekin jamoatning ichida, xalqning ichida sharmanda qilishlikka urinmaganlar. Payg'ambar alayhissalom sunnatlarini qarang. Ka'b ibn Ashraf degan munofiq bo'lgan, yahudiy. Onasi arab, otasi yahudi. Yo'q, onasi yahudi, otasi arab bo'ladi. Ka'b ibn Ashraf o'ta gavdalik, urushda, jangda juda shijoatli odam bo'lgan va she'rga ham usta bo'lgan, shoir bo'lgan. Arablarda shoir bo'lish bizni hozirgi kunimizda ziyoli tabaqasidan hisoblanadi. She'rni bilish katta narsa. She'riyat. Ziyoli odamlar she'r bilan mashg'ul bo'lgan. Hatto ochiq aytishgan. Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu bir sabab bilan, u sababni keyinchalik bir joyda aytib berarman. Ka'b ibn Ashrafdan qarz so'raganda
qarzni qachon ado qilasan deganda ado qilaman. Ado qilmasang nima qilamiz? Omonat qo'yaman degan. Omonatga nima qo'yasan deganda nima qo'yay deganlar. Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu. Ka'b ibn Ashraf aytganki, xotining bilan bolalaringni qo'yasan degan. Xotining bilan bolalaring meni qasrimda o'sha qal'asi bo'lgan, o'sha qal'a mahallaga o'xshagan joy. Shu mahallada turib turadi. Qarzni ado qilasan, xotin bola chaqangni olib ketaverasan. Deganda Muhammad ibn Maslamani gaplarini qarang. Yo'q deganlar. Kelajakda bolalarimni oldida, farzandlarimni oldida otamiz qarz olib bizni garovga qo'ygan degan ta'na qoldirmayman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, sen juda ko'rkam odamsan. Xotinlarimni ko'ngli buzilish ehtimoli bor deganlar. Arablardagi ya'ni bu narsalarni ochiq gaplashishini qarang. Ana undan keyin mana shu Ka'b ibn Ashraf payg'ambar alayhissalatu vassalomga qo'lidan kelgancha zarar berardi. Qo'lidan keldi deguncha zarar bergan. Ka'b ibn Ashraf o'sha Huyay ibn Ahtob degan Yahudiy Bani Nazirni kattasi bilan til biriktirib Uhudni tashkillashtirgan. Borib Makkadan kelib Uhud jangini shular tashkillashtirgan. Ahzob jangini ham shular tashkillashtirgan. Bu munofiqlar til biriktirib rosa zararlarni bergan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom ko'z yumardilar. Ko'z yumardilar. Oxiri bu payg'ambar alayhissalatu vassalomning ahllari, oilalari to'g'risida o'ta jirkanch gaplarni gapirishga boshlagan. Ta'riflab, sinasi undoq, figurasi mundoq qilib, na'uzubillah, mo'minlarning onasi haqlarida, Oysha onamiz haqlarida, Hafsa onamiz haqlarida, Zaynab onamiz haqlarida shunaqangi fahsh she'rlarni yozishni boshlagan. E'tibor beryapsizmi? Ka'b ibn Ashrafni o'ta palid odam ekanligiga e'tibor beryapsizmi? U ham yetmagandek musulmon oilalarini ayollariga hujum qilib, o'g'irlab ketib, ularga tegajolik qilishni boshlagan. Va oxirida payg'ambar alayhissalatu vasallam aytganlarki, mana shu odamni zararidan bizni kim qutqaradi deganlar. Shu odam zararidan kim qutqaradi bizni? Shunda Muhammad ibn Maslama ya Rasululloh men degan. Yana bitta sheriklarni olganlar, sheriklarning nomi esimga kelmadi hozir. Ikki kishi bu vazifani zimmalariga olishadi va aytadilarki, ya Rasululloh, men bu ishni qilaman-da, lekin menga ruxsat bering. Siz haqingizda ba'zi yomon gaplarni gapirsam maylimi? Mayli deganlar, bemalol. Muhammad ibn Maslama Ka'b ibn Ashraf bilan eskidan do'st bo'lgan. Bu musulmon bo'lganda Ka'b Muhammad ibn Maslamaga nima qilasan ota-boboni dinini tark qilib, shu kelgindini gapiga ergashib yursanmi qilib, mana shunaqa gaplarni gapirgan. Endi musulmon bo'lganlar mana shu gapni bahona qilib borib Ka'bga aytadilarki, ey Ka'b, aytgan gaping to'g'ri ekan. Biz bu odamga iymon keltirsak, aytganiga qilamiz desak, hali uni so'rayapti, hali zakot deyapti, hali sadaqot deyapti, hali tuyamiz, hali unimiz, hamma narsamizni so'rayapti. Bu odamdan qutulmasak bo'lmaydi, yordam berasanmi degan. Deganda qon yugurgan u Ka'b ibn Ashrafning yuziga. Men nima degandim sanlarga degan. Men bu odamni bilaman-ku, bu sanlar ota-bobongni dinida turganing yaxshi. Nima qilish kerak deganda, menga degan qarz berib tur degan. Qarz berib tur, o'sha qarzini ado qilaman-da, keyin unga hujum qilib bir yo'lni qilaman deb maslahat qiladi. Haligi gaplar o'tadi. Oilangni tashlab ket, uni qil. Yo'q deydi Muhammad ibn Maslama. Bolalarim katta bo'lganda ta'na ko'tarib yura olmaydi. Ayolim yo'q bo'lmaydi, senga tashlab keta olmayman. Bitta narsa bor, qurolni senga tashlab keta olmayman dedilar. Qurol qimmat narsa u davrda. Qurol aslahasini tashlab ketish, mashinasini berib ketishga o'xshagan narsa. Nimaga desa, ikkita taktika o'ylaganlar-da. Qal'aga shunda kirib bo'lmaydi. Qurolni tashlab ichkariga joylab ketyaptilar. Keyingi safar tekshiruvchilar qurolsiz kirgizaveradi. Ichkarida qurol bor.
Shuni taktika qilganlar. Va kelib chaqirganlar. "Ey, kap chiq" deganlar. Deganlarda hozir deb chiqib kelgan. Yangi bir qizni olib, o'sha bilan tungi munosabatini qilib turgan ekan. Kuyovdekda endi. Munofiq Kab ibn Ashraf esinglarda tursin. Keyin tushib keladi. Tushib kelganda ajoyib hid keladi. Muhammad ibn Maslama aytadilarki, sanda bir ajoyib atir hidi chiqyapti deganda, bu atir menda bor xolos. Bu shaharda hech kimda yo'q. Xohlasang hida deb boshini tutadi. U kishi hidaydilar, bay zo'r ekan deydilar. Sekin sudrab nariroqqa chekaloqqa olib chiqadilar qal'adan. Qal'adan xullas bir narsa qilib olib chiqib chiqarishib, yana bir boshingdan atiringni hiday deydilar. Boshdan shundoq ushlab pastga tortganda yoniga ur deydilar. Yonlarida turgan do'stlari qilich bilan sharaqlatib soladi. Qilich to'g'ri temay qoladi, qo'llari kesilib ketadi. Keyin qichqirtirib xullas o'sha joyda uni jahannamga ravona qilishadi. Cho'chqaga o'xshab qichqirganda butun qal'a ichidagi odamlar uyg'onib ketadi. Nima gap? Hech narsa yo'q deydilarda xullas chiqib uni ishini bitirib Madinaga qaytadilar. Hozir ham shu qal'a bor. Kab ibn Ashrafning qal'asi buzilmagan. Eski holatda turibdi. Agar yo'lim tushib qolsa, siz azizlarga o joyi videosini ham ko'rsatarman. Bo'lmasa Kab ibn Ashrafning qal'asi deb qidirsanglar chiqadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Qubtondan keyin chiqib olib, balandlikka chiqib Muhammad ibn Maslama ketgan tarafga qarab turgan ekanlar. Uzoqdan ko'rinishdi. Nima bo'ldi dedilar. Ish bitdi ya Rasululloh dedi. Alhamdulillahi robbil alamin deganlar. Payg'ambar alayhissalom bir odamni o'ldirishga ishqiboz bo'lmaganlar. Lekin bir odamni oilasini fahsh bilan zikr qilish, uni oilasiga fahsh tilini tekizish bu Payg'ambar alayhissalomga ozor beradi. Rashki bor odamga ozor beradi. Ozor bersa, Kab ibn Ashrafga o'xshagan munofiq maza qiladi. Payg'ambar alayhissalom nafaqat u musulmonlarning ayollariga tegajolik qilishligi, zarar berishligi jamiyatda bunga o'xshagan zararni oldini olish kerak. Shuning uchun unga shu buyruqni qilganlar. Islomofoblar, dinga qarshi odamlar bu hodisani Payg'ambar alayhissalomga nisbatan terrorist degan tamg'ani bosmoqchi bo'lishadi. Aslida har qanaqa jamiyat shunga o'xshagan xoinlarga jiddiy jazo bergan. U biz qadimda o'tgan Sezarlardan tortib, Qaysarlardan tortib, hatto Amur Temurlargacha, Jaloliddin Manguberlargacha xiyonat qilgan odamni boshini olishgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom rosa imkoniyat berganlar. Bu imkoniyatga u munofiq ya'ni qaramagan, oxiri rasvoti chiqqan. Bularni nima uchun aytyapman? Bu hodisalar hadislarda keldi. Qur'oni Karimda ham bunga o'xshagan odamlar borligi haqida zikrlar keldi. Bir islom dushmani haqida 10 ta sifat kelgan. 10 ta sifatning eng oxiri utullim ba'da zalika zanim kelgan. Utul degani qo'pol degani. Qo'pollikdan tashqari zanim degani valati zino degani. Valati zino odamni qonida buzuqlik bo'ladi. Do'stlar, ot boqadigan odamlardan gaplashib ko'ring-da. Kabutar boqadigan odamlar bilan gaplashib ko'ring-da. Xo'roz boqadiganlar bilan gaplashib ko'ring-da. Hammasi o'zi qiziqqan shu hayvonlarini zotini surishtiradi. Zoti bo'ladi, o falonchiga boradi. Otlarning pasportlari bo'ladi. O'sha orqali borib, bu toza deyiladi. Insonda ham bu bor. Insonda ham zotga qaraydigan jihat bor. Albatta, tarbiyasi buzuq bo'lsa, zoti uni qutqara olmaydi. Tarbiyasi go'zal bo'lsa, ota-onasini ya'ni pas zinodan, boshqa narsadan dunyoga keltirgani uni xorlolmaydi. Bu to'g'ri gap. Lekin aksar holatlarda
toza avloddan toza farzandlar chiqadi. Aksar vaziyatlarda. Zinodan bo'lgan, fahshdan bo'lgan oilalarda psixologik travma katta rol o'ynaydi. Juda katta, hayotga katta ta'sir qiladi. Ajoyib. Islom tarixi biz uchun foydali do'stlar. Xo'p, salom berganlarga va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Liverpool FSC 59-0. Assalomu alaykum. Futbol qachon aka? Chempionatga qachondir mukofot bormi? Qanaqadir mukofot? Bor. 28-fevral kuni adashmasam asr atrofida Jar stadionida kelaverasizlar, ommaviy to'y. Menimcha ma'lum bir miqdorda bilet sotilsa kerak, joylar juda ko'p emas, chegaralangan. Kelinglar, kuzatinglar. Finalga chiqqanlarga 1 milliard so'm mukofot tikilgan. Mukofot homiylar tomonidan tikilgan. O'yinchilar o'ynaydi, o'yinchilarga pul viznos to'latish yo'q. Ular o'ynashadi. Hatto ularni formalari, ularga ko'p toklar, ularni stadion pullarini ham United MFL to'lab beryapti. Va komandalarning o'zini homiylari ham bor. Bizga homiylik qilayotganlar bor. O'zimiz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Zafaron, BNB Holding bizga qo'llab-quvvatlayapti. Numa qo'llab-quvvatlayapti. Alloh ularni ham ishlariga barakot bersin. O'yin bo'ladi rosa lekin. Chempionatda eng yoshi kattasi manman. 50 ga kirdim do'stlar. Lekin o'ynaymiz inshaalloh. Penaltilarni men tepar ekanman. 3ta penalti berilar ekan. Qiziq bo'ladi xullas. Media futbol, qonun qoidalar ham har xil boshqacha bo'ladi. Ummati islom degan birodarimiz juz'iy ixtiyor nima ekanini tushuntirib bera olasizmi? Juz'iy ixtiyor bizni o'zimizni irodamizga bog'liq narsa bu. Iroda, maqsadimiz, g'oyalarimizga bog'liq narsa. Tanlovlarimiz, masalan, to'g'ri yo'lni tanlash g'oyamiz ham bizni ixtiyorimizda, noto'g'ri yo'lni tanlash g'oyamiz ham bizni ixtiyorimizda. Uni yaratib beruvchi Alloh. Yaratuvchi Alloh. Bandadan kasb uni amalga oshiruvchi Allohdan bo'ladi. Yaxshilik, yomonlik Allohdan deganda mutlaq iroda Allohniki bo'ladi. Biz amalni niyat qilib amalga oshira olmasak ham ajr olamiz. Gunohga harakat qilsak Alloh yaratib beraveradi gunohni ham. Masalan, bir odam zinoga harakat qilsa, Alloh uni to'sib qo'ymasdan ochib berib, zinoni ham sharoitini qilib berishi mumkindir, lekin so'raydi. Jamiyatda ham unga o'sha zinosi ta'sir qiladi, oilasiga ta'sir qiladi, rizqiga, yuzidagi nurga, barakotiga ta'sir qiladi. Qiyomatda javob beradi, tavbasida o'tib ketsa. Tavba qilsa gap yo'q. Tavba qilsa gap yo'q. Juz'iy ixtiyor chuqur tahlil qilishlikka harakat qilmaslik kerak. Omma xalqqa keragi yo'q. Chunki safsataga kirib qolish xavfi bor. Shayton ya'ni kofir bo'lgan, ateist bo'lganlarni savollari bor-u. Biz ateist bo'lganimizni ham Alloh xohlaganmi deydi. Allohning irodasidan tashqarida bo'lamaysan ateist bo'lsang ham. Lekin sen tanlagansan, qalbingdagi buzuqlik, amalingdagi razolat oqibatida shunga ro'baro bo'lgansan. Alloh taolo seni tanlagan ovqatingni bergan. Yeyapsan, unga javobgar bo'lasan deyiladi. Eng soddasi shu. Alloh taolo payg'ambarlarni o'sha juz'iy ixtiyor borligi uchun yubordi. Buni qilinglar, buni qilmanglar dedi. Juz'iy ixtiyor bo'lmasa payg'ambar kelishini ma'nosi, mantig'i yo'qolib qoladi. Nimaga kelib bu halol, bu harom, bu farz, bu botil deyapti. Tanlov sizlarda degani. Xohla uni tanla, xohla buni tanla. Payg'ambar majburlamaydi hech kimni. Iymonga majburlash yo'q.
Ha, iymonga kelgandan keyin qoidalarga amal qilishga majburlash bor. Ana davlatchilikda bor bu. Mana shuni o'zi kifoya qiladi. Tanlovingizni tekshirib qo'ying. To'g'ri narsani tanlayapsizmi? Noto'g'ri narsani tanlayapsizmi? Shunga ko'ra mukofot yoki jazoni inson oladi. Ulug'bek Solijon o'g'li 39 yigit. Domla assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alloh rozi bo'lsin sizdan. Savolim bor. Agar amalga kelmasa javob bering. Ota-ona dunyodan o'tsa, qabristonga borib ziyorat qilib, tilovat qilish qanchalik yaxshi amal? Ajoyib amal, mustahab, fazilatli amal deyiladi. Ota-ona dunyodan o'tgandan keyin ularga yana yaxshilik qilish mumkinmi deganda bittasi shu. Orqalaridan duo qilish, tilovat qilib savobini baxshida qilish, qabrlarga ziyorat qilib turish bor. Albatta bu fazilatli amal. Mujtahidlar o'rtasida ba'zi ixtiloflar bo'lgan, u nazariy ixtiloflar. Amalda islom ummati bu hodisani amalga oshirib kelgan. Chorniy delfin degan profil. Ustoz, qo'rquv kasalligi vahima deyishadi. Shu kasallik insonga berilgan sinovmi yoki jazomi? Sinov yo jazo yo mukofot bo'ladi. Sinov degani imtihon. Imtihon yo mukofot bo'ladi yoki jazo bo'ladi. Indal imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Shunaqa maqol bor. Imtihon paytida kishi yo aziz bo'ladi yo xor bo'ladi. O'sha imtihondan o'talmasa xor bo'ladi. O'sha imtihondan o'tsa aziz bo'ladi. Qo'rquv, umid bular insonga berilgan tabiiy jibil, arab tilida jibilla deyiladi, tabiat u. Fe'l atvor u. Ba'zi odamda qo'rquv kuchli bo'ladi, ba'zi odamda qo'rquv kuchsiz bo'ladi. Qo'rqmaydi misol uchun. Bu narsalarni nimadan qo'rqish kerakligiga tartiblab olish kerak. Eng birinchi Allohdan qo'rqish kerak. Qo'rquv ma'lum bir nuqtadan keyin umidga aylanish kerak. Umid ma'lum bir nuqtadan keyin qo'rquvga aylanish kerak. Mana shu ikkita narsa bilan mo'min Allohning huzurida haqiqiy iymonda turadi. Umidsizlik 0 bo'lsa, dindan chiqib ketadi. Qo'rquv, umidsizlik 0 bo'lsa. Umid 100% bo'lsa, bu ham dindan chiqarib oladi. Masalan, Bani Isroil biz 100% jannatga kiramiz deb umid qilishadi. 100%. Alloh taolo nima degan? Tilka amaniyuhum degan. Bu ularning xom hayollari. Xom hayol bu. Kim yaxshilik qilsa, iymon keltirib, o'sha kiradi jannatga. Bir millatgina kirmaydi. Musulmon iymonlik insonlarga, musulmonlarga dunyoda yaxshilik qilgan iymon asosida amali solih qilganlar kiradi jannatga. Biz Bani Isroilmiz, 40 kun yonsak jahannamda yonamiz, keyin baribir jannatga kiramiz deyish bu dunyoda odam so'yib yeyishgacha borishlikka taqozo qilyapti. 60 minglab yosh bola, keksa chol, ayollarni o'ldirib bemalol shu jinoyatni qilishyapti. Nimaga? Bu uchun 40 kun azoblarimiz xolos. Baribir jannatga kiramiz deb o'ylashyapti. Tilka amaniyuhum. Bu ularni xom hayollari. Chuchvarani xom sanashyapti. Qo'rquv yaxshi narsa. Faqat Allohdan bo'lish kerak. O'shanda yaxshi narsa bo'ladi. Xo'p, Fikrat.uz Akmal Ibragimov 234. Ustoz Abdulhamid serialida bir diniy marosimda aylana bo'lib raqsga tushdi, g'alati ko'rindi. Bu samo zikri deyiladi. Bu bor zikr tasavvufda, buni Mavlaviy tariqatida samo raqslari bor. Samo deyiladi o'zi aslida. Bitta qo'lni tepaga ko'tarib Allohdan olib, ikkinchi qo'l pastda bandalarga bo'lishamiz degan ma'noda bir ramziy ko'rinishi bor. Sunnatda bormi? Sunnatda yo'q. Lekin tasavvuf haqida tasavvur yoki
tasavvuf haqiqati kabi asarlarda buni ba'zi bir dalillarni keltirgan ulamolar. O'ta kuchli bo'lmasa-da, lekin bor. Samo haqida bizni pirimiz Naqshband qaddasallohu sirruhudan so'rashganda ma inkor nakunam inkor nakunam degan. Forchasiga anaqada aytdim. Biz buni inkor qilmaymiz, samoni inkor qilmaymiz. Va bu ishni ham qilmaymiz deganlar. O'zimiz qilmaymiz, qilganni inkor qilmaymiz deganlar. Bu endi alohida bir falsafiy qarash, uni ilmiy javobi bor. Qilmasangiz ham inkor qilishga shoshilmang. Eng to'g'ri mezon shu. Salom berganlar bor ekan. Va alaykum assalom. Umar Sama. Assalomu alaykum damla. Qirg'izistonga qachon keldiniz? Qirg'izlar jonimda uyunuz mininiya o'zgardi bu rahmat. Qirg'izlar haqida meni miniyam doim zo'r bo'lgan. Qirg'izlar meni qardoshim. Biz o'zimizda qishlog'imizda Qirg'iz mahalla degan mahalla bo'lardi. Bozorvoy Qirg'iz degan bir tanishimiz bo'lardi. Dadamning oshnasi edi, juda yaxshi odam edi. O'shanda ko'rganman. Qirg'izlarning ayollari bitta qo'yni shunday so'yib, darrov nimtalab anaqa qilaveradi. O'zbeklarda bizni o'zimizda masalan qishloqda yoshligimdan bilaman, ayollarni qanaqadir jonliq so'yishi tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa edi-da. O'sha dadamning oshnasi Bozorvoy Qirg'iz amakini uyiga borganimizda men kirganimda tasavvur qilaman. Necha yosh bo'lishim mumkin? Bo'lsam shu 5-6 yosh bo'lsam kerak. Bir Qirg'iz xola, o'sha Bozorvoy amakini ayoli hovlida ekan, xuddi pichoq. Hayron bo'lganman. Qarab turibman. Shunda bordi, bitta qo'yi shunda oyog'idan qildi, 3 ta oyog'ini taqillatib boyladi. Bismillah, Allohu akbar deb shaq tortib yordi-yu. Yarim soatga qolmasdan terisini shilib, go'shini go'shga, yog'ini yoqqa ajratib qo'ydi. Qirg'izlarning ayollari ham zabardast bo'ladi. Mana shu go'shdan katta bo'lgan, qimiz ichib katta bo'lgan, ot minib, otni egarsiz minishardi. Otni egarsiz minardi. Qirg'izlar chavandoz xalq. Qirg'izlar shunaqangi chapdas xalq. Men eskidan ular haqida to'g'ri yaxshi gaplarni gapirganman. Qirg'izistonga borishim to'g'risida xabar chiqqanda, o'sha ba'zi tushunchadagi odamlar men haqimda qirg'izlarni yomon ko'radi deb propaganda uyushtirishdi. O'sha Qirg'izistondagi yangi siyosat haqida bo'lgan hodisalarda ba'zi gaplarni gapirganimda, ana qirg'izlarni yomonlayapti deb tarqatishdi. Men hayotimda millatni yomonlamayman. Men xoyinlarni yomonlayman. Xoyinning millati bo'lmaydi. Qirg'izman deb, o'zbekman deb, arabman deb xoyin bo'lsa, bu arabga ham, qirg'izga ham, o'zbekka ham tegishli emas bu. Bu zanim bu Qur'onda tili bilan aytganda. Xoyin har joyda xoyin. Har mahallada bo'lsa, u mahallaga aloqasi yo'q uni, xoyin u. Va Qirg'izistondagi safarimizni obzor qilib keldim. To borib kelguncha ko'rdinglar. Bizni o'sha ichki ishlardan o'sha oblast nachalnigi o'zi kutib oldi. Sapravajdeniyni bilan olib yurishdi bizni. Abdulloh domlarning masjidlariga ham bordik. Kelib masjidga olib kirib, o'sha joyda ham anaqa qilishdi. Doim qarab yurishdi. Juda anaqa bo'ldi. Yana qiziqligi, oblast nachalnik militsiyasi kelib menga qora aka deydi, qiziqchilab aytib, tushunyapman endi. Haqqimga duo qiling deydi. Men dedi, zo'r joylarim bor, qimizlan qilib qo'yaman. Kelasi safar kelganingizda, bu safar yaxshi kutib olmayapman deyapti. Kelasi safar kelganingizda sizga zo'r sharoitlarni qilaman. Otlarim bor deydi, otlarimni qimizlari bor, maza qilib ichib ot minamiz dedi. Qarang. Yana nima deyapti? Haqqimga duo qiling deyapti. O'shani bir yordamchisi bor ekan. Nima deb duo qilaysam, iloyo namozlarimni 5 vaqt o'qiydigan bo'lib ketay deyapti. Qirg'iz militsiyasi. Mashalloh dedim. Ajoyib, Qirg'izistonda o'sish ham zo'r.
Ya'ni bundan taxminan 2001-yilda borgan bo'lsam, 4 yil, 5 yil oldin ancha turg'unlikka o'xshab ko'ringan edi. Lekin hozir ancha qimirlash bor, o'sish bor. Shohjahon Alijonov 65-70. Domla tikuvchilik erkak kishiga mumkinmi? Men mumkin emas deb eshitganman. Yo, mumkin. Nega mumkin emas? Bu ham kasb, bu ham hunar. Mumkin. Bizda endi asosan ayollarni, qizlarni yoshligidan tikuv bichuvga o'rgatilgani uchun go'yo faqat ayollarni kasbiga o'xshab qolgan. Yo'q, buni hech ya'ni anaqasi yo'q. Ayolga ham, erkaklarga ham bu kasb sifatida bo'laveradi. Zominiy haqida ham gapirib o'ting domlajon, qolganlarga ibrat bo'lsin. Qahramon O'ralov 3903. Zominiy kim u? Qaysi biri? Zominiy. Xudoyberdi Zominiy degan bir bola bo'lardi. Bu anu Farruh Samarqandiy degan otasi tan olmagan bir bola bor. Otasi ham g'alatiroq bo'lib chiqdi keyin, Karimberdi degan. O'shalarning komandasida menga nisbatan o'sha Ka'b ibn Ashrafni ishini qilib yurgan Jakuy ibn Tezak bilan oshqatiq yurgan bola bor edi. Zominiy. Shular masalan men bilan kelib ko'rishib gaplashgan ham shu. Men ochiq ko'ngil insonman. Hech bitta odamni ajratmayman. Gaplashishim mumkin, savol javob qilishim mumkin. Madaniy suhbat bo'lsa, ertalabgacha gaplashishim mumkin. Yana qaytib aytaman, og'zimdan bir og'iz madaniyatga zid gap chiqmaydi. Lekin ular orqa vorotdan o'sha Jakuyni og'a bopladingiz, anaqa qilib tashladingiz qilib yurdi shular. O'sha davrlarda. Meni onamni haqorat qilyapti. Xudoyberdi Zominiy. Men ularga masalan eslamasam o'tib ketaveradi. Lekin bir kun nakazat qilish kerak bo'lsa, albatta nakazat qilaman bularni. Qonuniy asosda. Yaqinda telefon qildi lekin Ramazondan oldin bir kishi bilan ko'rishib qopti xullas. U kishi menga rosa muxlis ekan. U bilan yaqin ekan u. U keyin aytibdi, sen domlaga noto'g'ri qilgansan, uzr so'ra. Telefon qildi haqiqatda. Aytsam, men Xudoyberdi Zominiyman men. Ha, nima gap? Meni kechiring. Keyin aytdimki, yo'q, ko'pchilikni ichida bunaqa ish qilgan odam lichkaga telefon qilib kechirim so'rashi o'tmaydi. Men onamni haqorat qilgansan, bir kun so'rab olaman sendan. Yosh bola o'zi ular. Masalan, hayotda o'rni yo'q deb bilaman shu bolalarni. Men har kimning o'rni bo'lsin, jamiyatga foydasi tegsin, lekin bularni jamiyatga foydasi yo'q odamlar. Jakuy ibn Tezakni, Jakuyni yonida turish uchun kim bo'ladi odam? Ka'b ibn Ashrafni yonida turganlar kim bo'ladi? Ha? Ka'b ibn Ashrafni bolalari shu Jakuylar. Shu hodisa bo'lib o'tdi. Hozir yana meni esimdan chiqqanida bu. Men eslab, adovat saqlab yurmayman. Eslatganingiz uchun hozir esimga keldi, shuni aytyapman. Uzr so'rab telefon qildi menga. Ko'p unaqalar. Ko'p u. Hammasi bilan borib adovatlasha olmaysizki. Lekin jamiyatga zarar berishi mumkin bo'lgan hodisa voqealarini ko'rib turib, indamay o'tib ketish xiyonat bo'ladi. Jamiyatga zarar bo'lish ehtimoli bor. Ko'p odam shu Furqat tumanidagi direktorni soliqchi bilan bo'lgan ishi, ichki ishlardagi ikkita xodimni qamalishi masalasiga meni aralashishimda e'tiroz bildirishdi. Men aytdim, do'stlar, bu hodisani tarqatmanglar. Yaxshi emas bu. Millatga qarshi zarar bor bu yerda. Millatni ichidagi odamlar, o'sha maktab direktori ham bizni millatdan. O'zbekcha gapiryapti. O'zbekman deydi. O'zbekiston fuqarosi. Butun olamga ko'rsatish kerakmi shuni? Yopish iloji yo'qmi? Shuni tarqatamanman, tarqataveraman deganlar dayuslikdan nasibasi bor dedim. Ko'rdinglarmi jirlashlikni keyin? Ha? Siroj media.
Nimaga domla chiqib gapiradi? U yoqdan to'laganib chiqib oldi. Kekirdagini anaqa qilib. Menchi kekirdak yorilib ketdi, jim hozir yo'q. Xo'p, men buni do'stlar, alohida ta'kidlayotganim, shu gapni Abror Muxtor Ali ko'tarmaguncha O'zbekistonda mana shu hodisani, mana shu case'ni odamlarni 99.9% maktab direktorini mazlumi deb o'ylagan edi. U bechora o'ta odobli, o'ta axloqli ko'rinayotdi. Uni militsiya xodimlari urib, ko'ynaklarini yirtib, yechintirib, olib borib videoga olib, tushib ketib, qaytib kelib videoga olib, tarqatgan bu tasavvur qilinganda hamma nafrat qilyotdi ichki ishlarga. Amerikada The Diplomat degan mashhur gazet jurnalda bu maqola inglizchasiga xuddi shu shaklda tarjima qilingan edi. Sirojiddin medialar siz yechintirilgansiz, habbobda siz yechintirilgansiz, mazlumsiz siz qilib ashula aytishgan edi. Siroj mediyani xalqqa tupurib qo'yganligini aytdim men sizlarga. Yo'q, bu odamlar xalq parvar odamlar emas. Bular xalqqa tupurib qo'ygan odamlar. Yo'q deyishdi tarafdorlari, chunki yo'lga chiqib qo'ygan ular. Yo'q, nima bo'lsa ham turamiz. Kecha sudni bo'lmasligini soat 10da Siroj media bilgan. Soat 2da sud bo'ladi. 10, 11, 12, 1, 2, 4 soat bor. Toshkentdan yo'lga chiqsa, soat 10da yo'lga chiqsa, 4 soatda yetib boradi. Yo'lga chiqyapti. Siroj media chiqib turib, meni bilishimcha, sud bo'lish ehtimoli kam desa. Chunki manaqa hodisa bor, falonchini advokati kelmaydi, men bilaman desa, samimiy ekanligiga biz qo'limizni ko'ksimizga qo'yardik. Malades. Mana shu joyda haqiqiy jurnalist ekan, xalqni o'yladi derdik. Lekin u nima deyapti? Siroj mediani qaranglar, bu odamni qaranglar. Siroj mediani qaranglar. Qarang. Efirda kim bor? Like bosib qo'yinglar. Sud bo'lmasligini bilardi. Sud bo'yicha gapiryapti. Men sudga bugun bormayman. Kulish qarang. Sabablarni sekin aytaman. Kulish qarang. Bugun juda qiziq bo'ladi, do'stlar. Qarang. Demak, efirda xalq ustidan kulyapganini qarang. Men bugun sudga bormayman. Bugun qiziq bo'ladi, zo'r bo'ladi do'stlar. Nima zo'r bo'ladi? Siroj media. Nima zo'r bo'ladi? Yuzlab odam boradi, sud bo'lmaydi Ramazon kuni. Hammasi ovora bo'lib qaytib ketadi. Va buni kulib aytayapti. Xalqning ustidan kulib, "Sanlar ham odammisanlar" deb aytayapti. Efirda kim bor? Like bosib qo'yinglar. Davomini qarang. Sud bo'lmasligini bilardi. Bilsalaring aytmaysizlarmi, shuncha odam sarson bo'ldi deyapti. Yo'q, endi o'zlari ko'rib kelishsin dedik. Shunga men aytishga majbur emasman. Qarang. Bu bo'yicha keyingi sud qayerda bo'ladi? Shu joyda bo'ladi. Sudi bo'yicha gap. Demak, Siroj media ko'p narsalarni haqiqatini aytishga majbur emas. Men nima degandim bular haqida? Biladi ko'p narsani, aytmaydi. Nimaga? Xalq lo'q qilmoqchi bular xalqni. Xalq borib bir ko'rib aylanib kelaversin. Xalq qiynaversin. Tupurib qo'ygan joyi bor xalqqa bularni. Bularga xalqning dardi degan tushuncha mutlaqo yot. Shunga ishonib yurganlarga hayronman men. Bularga xalqning dardi qiziq deb o'ylaysizmi? Ko'ryapsizmi ustimizdan kulishini? Borgan odamlar hammasi ovora bo'lib kelsa kelaversin. Farqi yo'q. Bu case'ni shunaqangi shakl qilishdi. Demak, bu ko'p narsani biladi, aytishga majbur emas. Mana shuni aytayotgandik biz. Endi bizni
meni aynan mana shu siroj medialar ichki ishlarni tarafini olib, o'shalarni zakazi bilan keldi, ularni buyurtmasini qilyapti deb fon yaratishdi o'zlaricha. Vaholanki men nima dedim? Agar maktab direktorini urib, majburlab yechintirib videoga olishgan bo'lsa, 4 yil kam u dedim. 4 yil bermaslik kerak. 135-modda bilan aybdor deb topilib ular 5 yildan 10 yilgacha. Men 10 yil tarafdoriman. 10 yil tarafdoriman. Aytdim men buni. Men ichki ishlarni tarafini olish yo'lidan yurganim yo'q. Bu masalani to'xtatinglar deyish tarafidan yurdim. Shallaqiliq qilib og'ziga kelgan gapni gapirishgandan keyin aytdim, to'xtanglar bu yerda. Video chiqib ketgandan keyin ko'rdikki, boshqa narsa bor u yerda. Yana bitta qiziq, ko'pchilik beryapti, bilmayman, men ko'zim tushmadi. Bitta narsa meni ham o'ylantiryapti yana. Shuncha mojarolarda tasavvur qiling. Bu tasavvur qilishga ham odam jirkanadi-da. Siz tasavvur qilishga harakat qilib ko'ring. Shuncha mojarolarda maktab direktorini bir to'da jinoyatchilar, formalik jinoyatchilar go'yoki urib, yechintirib, o'shanaqangi fahsh zino ishini begona bilan qilayotgandek videoga oldi degan da'voni maktab direktori qilyapti. Uni eri qayerda? Savol. Cho'loq bo'lsa, oyog'i bo'lmasa sudralib ketish kerak. Qani meni xotinimni yechintirib video qilgan odam deyish kerak erkak kishi. Deydi, har qanaqa erkak deydi uni. Nimaga yo'q? Nechta sud bo'lgan bo'lsa, sudda maktab direktorini o'zi boshqa erkaklar bilan, blogerlar bilan birga o'tiribdi. Nimaga? Eri kelib nimaga so'rab olmayapti? Sizlar ham savol berib ko'rdinglarmi? Nimaga eri yo'q? Qani meni xotinimni yechintirgan? Qaysi biringsan deydigan qani? Nima ehtimol bor? Qani sizlar savol o'zingizlar shu savolga javob beringlarchi. Nima uchun maktab direktorining eri shuncha mojarolarda yo'q? Nimaga? Bitta ehtimol xotinga ishonmaydi. O'shaning uchun orqada o'tiribdi. İkinci ehtimol nima bo'lishi mumkin? Xotiniga ishonadi va ishongan taqdirda ham kelish kerak-da. Ishongan taqdirda kelish kerak. Ishonmagani uchun kelmayaptimikin? Savol beryapman men buni. Hukmni Allohning qadariga qo'yamiz. Sud masalasida har doim aytdim men. Ichki ishlar agar qonuniy huquqlarni buzgan bo'lsa, inson huquqlarini buzgan bo'lsa, sud ularga jazosini bersin. Biz aralashmaymiz unga. Yo'q, bu Siroj o'zini Telegram kanalida mana bu yerda jinoyat yo'qmi deb videoni qo'yyapti. Siroj, sen sudyamisan? Odamlarga shu yerda jinoyat bormi yo'qligini xulosasini so'raydigan sudyamisan? Sud hal qilish kerak uni. Bizni qiziqtirgan emas, bizni shubhaga solgan joy o'sha ayolni urib yechintirish ssenariysi yolg'on. Mana shu joyi bizga kerak. Yo chiqib aytish kerak, yolg'on gapirdim men. Bular qonunni buzdi, bizni ikkita balog'atga yetgan odamlarni ishiga xalaqit qildi deb tan olish kerak. Xalq bo'ldi, ko'zini yumadi, ketaveradi. Kim nima yegan bo'lsa o'zi qusadi uni deb. Yoki isbotlash kerak. Yechintirib, urib o'shalarni o'sha joyda ikkalasini ikkinchi qavatga olib chiqib, xunuk ishlarni videosini olishligini isbotlash kerak. Uni uchun eri bo'lish kerak. Alloh ko'rsatmasin, men tasavvur qilib ko'ring deyishga ham hozir ko'tara olmayapman. Tasavvur qilib bo'lmaydi. Bir erkakni ayolini 9 ta xodim kelib yechintirib videoga olgan bo'lsa, yo'q, sudda ham yo'q, tergovda ham yo'q, hech joyda yo'q. Nimaga? Qaysi mentalitet bu?
bu mavzuda bizga go'yoki qarshi argument ko'rsatayotganlar, sen deyapti ichki ishlarning tarafini olyapsan. Qani bu yerda ichki ishlarning tarafini olganligim? Haqiqatning tarafini olyapman men. Va alhamdulillahi robbil alamin o'sha chiqishlarimizdan keyin xalqimiz 80-90% ko'zi ochildi. To'ppa-to'g'ri dedi. Bu yerda ish boshqa deyishdi. Endi ko'ramiz oxirigacha. Do'stlar, agar sud nihoyasida 9 ta xodimga va 2 ta qamalgan xodimga 135 midi, 235 midi o'sha qiynab, yechintirib videoga olib qo'yganlikka munosib statya bilan qamalmasa, bular tuhmatchi bo'ladi. Ular 141 bilan, boshqa moddalar bilan qamalsa yoki jinoiy javobgarlikka tortilsa, bu joyda manularni qilgan ishi axloqan to'g'ri bo'lmaydi. Qonunda "Sanlarning ishing nima?" degan gap bo'ladi. Parda podkastida bokiralik yuk bizga, bokiralik bizga kerak emas deganlardek bo'ladi, bo'ldi. Ularga ham biz qonuniy hech narsa qila olmayapmiz-ku hozir. Ana Hamid Sodiq borib ularni sizlar qo'llab-quvvatlaymiz sizlarni deyapti-ku, hech narsa deyolmayapmiz. Fikrimizni bildiryapmiz xolos. Bunda ham fikrimizni bildiramiz. Ha, shunaqa ekan deymiz. Lekin men bilan telefonda gaplashganda nasihat qilgan odamman. "Voy, bu yaxshi emas. Seni foydangni o'yladim men" degan edim. Uni foydasini o'ylash ya'ni qaysi ma'noda? Voy, ilgari qadimda do'stlar, shunga o'xshagan hodisalar bo'lsa, mahalladan ko'chib ketgan o'sha oila. Hech kim tanimagan joyga borgan. Nimaga desa, shu direktor farzandlari bor. Aytyapman, yuqorida eri bor. U erining atrofida yori do'stlari bor. Men vijdonga xitob qilyapman. O vijdon egalari bor. Soliqchiga ham aytyapman. O sizda vijdon bo'lsa, chiqib ayting hammasini. Yana shu direktorning gapiga kirib, shu nima desa, shuni chizig'i bilan ketayotgan bo'lsangiz, oqibat yaxshi bo'lmaydi. Sizga bu vijdoniy xitob soliqchiga. Ko'zingizni oching, erkak kishisiz, xato bo'ladi, hammada bo'ladi xato. Hech kim u xatoyingizni yuzingizga solib sizni jahannamga otib olmaydi. Alloh kechirsa hech kimning qo'lidan kelmaydi sizni ayblash. Uning uchun samimiy bo'lishingiz kerak. Bu chizib bergan chiziqdan yurmang. Yurmang. Mabodo shu kungacha ham bo'lgan bo'lsa, bundan keyin chiziqni to'xtating. Ko'rib turibdi hamma. 20 kilo ozib ketibsiz. Otangizni yo'qotdingiz. Hali ham o'sha bizni urib yechintirdi degan gapga siz qo'shilib turibsiz. Nimaga desa, isbotlanmagan taqdirda ham sizlarga bu gapinglar uchun qonuniy asosda jinoiy javobgarlik tortilmaysizda. O'shani bilib turib o'tiribsizlar. Lekin Allohning huzurida nima deysizlar? Qiyomatda nima deb javob berasizlar? Farzandinglar bor, ular qanaqa bosh ko'tarib yuradi? Siz e'tirof qilib, tan olib, men xato qilibman, mana shu joyda xato qildim, mana shu qo'pol bo'lganda ham beni yedim men. Men Allohdan istig'for so'rayman, Alloh meni kechirsin deb bu o'yindan chiqishingiz kerak edi siz. Hali ham kechmas. Hali ham kechmas. Shuhrat Musayev meni yaqin ukam bo'ladi. Juda yaqinmiz biz. Bizning oramizga hech kim sig'maydi. O'sha kunlari mana shu gapni hissiyot bilan gapirib yordi menga. Men ham qattiq gapirib qo'ydim unga, lekin hali ham biz lichkada gaplashib turamiz. Shuhrat zo'r bola. Bitta o'zi anavi bom ishlarni parokanda qilib tashadi. Birlashgan O'zbek mahobxorati, bom ishlar. Aslida bunaqa xor bo'lmaydi odam. Shunaqa xor qilishdi uni. Endi u aslidan hozir Germaniyadan o'shanaqangi muxolif partiya uchun inson huquqlari tashkilotidan bir narsa ochmoqchi. Pul g'ami bularni. Shuhrat, men aralashmayman, chunki bilaman u xotinga ishonmayman deyapti. Lekin Shuhrat, sizga ham vijdoniy xitob. O'zingizga ham lichkada ayta olmayman buni. Lekin ommani ichida aytishim, siz ommani dardida yurgan odamsiz. Siz bu xalqni dardi bilan yurganingizda, mana ular hammasi
Itti 3-chi, 5-chi oyog'i bo'lib yurardi. Siz o Qoraqalpoqni Alg'a Qoraqalpog'iston degan jamoalariga ham qarshi yurganingizda millatni o'ylab qilgan edingiz. Mana u bo'lmishdagi qarshi ham millatni o'ylab qildingiz. Voy Shuhrat. Mana bu ish ham millatga qarshi uyushtirilayotgan fitna. Siz kelayotgan payshanba kuni sudga boring. Iloji bo'lsa. Xarajatlarni men ko'tarib beraman sizga. Boring, men payshanba kuni safardamanda, siz boring. Bu millatni, bu xalqni qanaqa aldashayotganini ochib bering siz. To'g'ri, Siroj Media qo'shningiz, yoshligingizdan sizga anaqa yaqin do'st, aka-ukadek katta bo'lgansizda, lekin Siroj bugun butun xalqqa tupurib qo'ydi. Ko'ring, mana videosini ko'ring. Soat 10da bilgan sud bo'lmasligini. Ramazon oyi. 100 kilometrlab odamlar boradi o'sha joyga, sudga. Shuni bila turib, o'zi e'tirof qilyapti. Bilardim men sudda bo'lmasligini deyapti. Nimaga odamlarni ogohlantirmading desa, majbur emasman men deyapti. Mana shu mavzular ya'ni fonida suhbatimni boshiga bog'lab aytyapman. Suhbatni boshiga bog'lab. Samimiy odamlar qutuladi. Samimiy odamlar qutuladi. Haqni haq deydigan, agar yomon ko'rgan odamingizdan bo'lsa ham, botilni botil deydigan, agar yaxshi ko'rgan odamingizdan eshitsangiz ham, odamlar qutuladi. Haqni haq, botilni botil deyish kerak. Ayniqsa butun boshli xalqni mana shunaqangi ishlarga targ'ib qilayotgan blogerlarga nuqta qo'yish kerak. Mana siz Siroj Mediani eshitib yurganlar tupurib qo'yganligini bugun oshkor o'zi aytayapti. Sanlar odammisanlar deyapti. Borib ko'rib kelavering sud binosini deyapti. Men bilardim deyapti. E'tibor beryapsizmi? Xo'p, o'shaning uchun do'stlar, Payg'ambar alayhissalatu vassalomni siratlari haqida gap boshlaganimda shu mavzularni ham xayolimda bor edi. Mana sizlarga aytdim. Men bu masalalarda kim g'alaba qiladi, kim mag'lub bo'ladi, bu muhim emas. Muhimi xalqimizni aldanib qolmasligi. Ya'ni muhimi shu. Xalqni aldayotgan Siroj Mediaga o'xshagan odamlarga ishonmanglar. Xohlasangiz ishonavering. Men sizga tavsiya qilib aytyapman va dalil keltiryapman. Ishonsangiz mana shunaqangi qiladi. Bilib turib aytishga majburmanmi deydi. Deydi, aniq aytadi. Sud bo'lgan, sud jarayonlarida avvalgi sudda hammasida qatnashgan sular. Tashqariga chiqqanda bu direktorni urib yechintirdi, mazlumsiz qilib video qilavergan. Ichkarida urib yechintirdi degan narsadan bir chiziq isbotlanmagan, bir chiziq isbotlanmagan. Buni chiqib aytishmagan. Nimaga? Aytishga majburmanmi deydi Siroj. Aytishga majbur emassan. Yolg'on gapirib xalqni aldashga ham majbur emassan. Xalqni aldamaslikka majbursan. Yolg'on faqat yolg'on gapirishda emas, haqiqatni berkitishda ham bo'ladi. Xo'p. Alloh taolo ro'zalarimizni qabul qilsin. Shuhrat Musayev bizni yaqin ukamiz. Gapimni eshitadi, o'zi bir xulosasini chiqarar. Men aralashmayman deyapti. Shaxsiy masala bo'lsa, aralashmasa o'zi biladi. Meni bilishimcha bu shaxsiy masala emas bu. Meni bilishimcha bu millatni oyoqqa turg'izish uchun keyslardan bittasi. O galoboylarni harakat qilib ko'rishdi bizda. Qo'zg'olon qilishlik uchun. Qoraqalpog'istondan harakat qilib ko'rishdi qo'zg'olon qilish uchun. Gaz, svet, baqir-chaqir, hammasi shu harakatlar shular maqsad shu. Hizbiylar shularning maqsadi shu edi. Eplasha olmadi shu kungacha. Bu ham bitta keys. Hozir mana shu joyda mana shu tuhmat oqlanib o'rniga kelsa, xalqda
adolatga bo'lgan ishonch yana kuchayadi. Agar yana shunaqangi mana shu Sirojga o'xshagan yolg'onchilar, xalqqa tupurib qo'ygan odamlar yana o'zini nog'orasini aytib yuraversa, bular yana xalqni jazosini olmasa, qonuniy jazosini olmasa, ko'payadi bunaqalar. Ko'payib, bu borib bizga, xalqimizga zarar yetkazadi. Shuni oldini olishimiz kerak. Xo'p. Comment double www. Qanaqa isbot ey domla, xotinlar ishtonini kiying, siz majburmasiz dinni niqob qilib daqiqaga lacha bo'lishga. mana shunaqangi savodsizlar troll profil bilan hujum qilishyapti. Chunki Abror Muxtor Ali haqiqatni aytib, maydonda Sirojga o'xshaganlarga imkon bermayapti-da, xalaqit qilyapti. O'shanga ular shu Abror to'xtasin, Abror chiqmasin, nimaga aralashasiz, domlasiz-ku, qanaqa olimsiz qilib yotishibdi. Men domla ham emasman, olim ham emasman. Men ko'chani bolasiman. Xalqimizni o'ylagan mana shu xalqimizni farzandiman men. Bu xalqni aldashlariga ko'z yumib turmayman. Siroj sallarga yo'l yo'q endi. Men seni bundan keyin sizlamayman. Xalqqa tupurib qo'ygan odamsan sen. Shu tupurigingni seni yuzingga chaplaymiz. Kutib tur hali. Nargiza Aminova P3N. Salom, qizlaringiz nechta debdilar? 5 ta. O'zimni qizim bor, yana meni tarbiyamda 2 ta qizim ham bor, 7 ta. 3 ta ekan, 8 ta. Yana kim? Maktabimda lekin 400 ga yaqin farzandimiz bor. U ham bizni, hammamizni farzandlarimiz, xalqimizni farzandlari. Ularni o'qityapmiz. Hozir super kitobxonda ham ko'p farzandlarimiz o'qiyapti. Millat farzandlari. Aura bir ustoz ro'zador ayol iftorlikka 3-4 soat qolganda hayz ko'rib qolsa, o'sha kuni oxirigacha tutib qo'ysa bo'ladimi yoki o'sha kunini qazosini tutish kerakmi? O'sha kunni qazosini tutadi, lekin yemaydi. Yemasdan turgani yaxshi. To iftorgacha sabr qiladi. Mabodo ochib olsa gunohkor ham bo'lmaydi. Lekin ochmagani yaxshi. Bu narsa yeyishligi ochilib ketdi o'zi, hayz ko'rganda ro'zasi ochiladi va o'sha kunni ro'zasini bir kunga bir kun tutib beradi. Siroj Bediani basharasini yomon ko'rdigida shu bugun. Qarang, nagliyey, ochiq qo'ydi. Mana shuni haq deb o'ylaydi u. Aytsangiz bo'lmaydimi bilarkansiz desa, aytishga majbur emasman, borib ko'rib kelishaversin deyapti. Menga nima deyapti? Siroj. Farzandlaring bora, katta bo'lsa nima deyishadi farzandlaring? Bizning dadamiz shunaqa bo'lgan, xalqqa tupurib qo'ygan odam bo'lgan deydimi? Mayli, endi tanlov seniki. Sen aytmasang ham mana shu Firuza Jo'rabekovna bu ayol to'g'risida to'g'ri vaqti kelgan paytida men aynan shaxsiga nisbatan mas'ul bo'lgan hodisalarda o'shalar bilan, mana shu To'laganiblar bilan, Do'stovlar bilan yurgani uchun ba'zan keskin gaplarni gapirib o'rganman. Fursatdan foydalanib hozir o'tgan ish endi bu ayol u ishlarda misol uchun deylik turmush o'rtog'i yo'q, balki nikoh bilandir, bo'lishi mumkin har xil holat. Men u paytda turmush o'rtog'i bor deb o'ylaganman. Keyinchalik
Menga lichkadan ham ba'zi odamlar yaqinda hodisalarni aytishdi. Bu hodisalarni tagiga yetmasdan turib gapirmay dedi. Men o'sha ma'noda agar ko'nglini og'ritgan bo'lsam, uzr so'rab qo'yaman bu Feruzadan. Lekin mana shu hodisalarda bir paytlar o'sha To'laganovni tarafini olib, Sirochni tarafini olib, menga har xil gaplarni gapirib, lekin aylanib o'rgilib ko'zi ochilganda samimiyligi borligi uchun ularni aytyaptiki, sanlar ko'rasanlar deyapti. Mardligi bor ayol ekan, shuni ham haqiqatda keskin aytayotgan gaplarida turib bergani uchun hammasi tumtaraqqa qochib ketyapti. Endi sizni tarafingizni olgani uchun shuni deyapsiz deyishlikka shoshilmang. Bu yerda hech kim meni tarafimni olmayapti. Men ham hech kimni tarafini olmayapman. Haqiqat tarafida turish kerak deyapman men. Men bu gapni gapirib chiqqanimda o'shani Dilnur Kamilovmi, Sevarami yoki Temur Rais degan profilni birortasi yo'q edi hali. O'zi aytishi mumkin, biz aytganmiz, ko'targanmiz. Menga qarshi ham gapirgan ko'pchiligi. Men buni anaqa Sirochchi lichkasida ham yozdim. Temur misol uchun haqorat qilmasa, misol uchun endi haqorat insonni saviyasini cho'ktirib yuboradi. To'g'ri masalalarni olib chiqsa, qobiliyati bor bola. Blogerlik qobiliyati bor. Rivojlansa bo'ladi. Lekin haqoratlari, boshqa narsalari borligi uchun men bu odamlar safida emasman. Shuni yaxshi bilinglar. Men hech kimning safida emasman. Men haqiqat tarafda turishni, ahli sunna val jamoa tarafda turishni, aqidada Maturidiy tarafda turishlikni tanlagan odamman. Kim nima desa desin. Endi kimdir mana shu masalalarda, shunga o'xshagan narsalarda meni gapimni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, bu meni qo'llayotgan degani emas. Xatolarim bo'lsa aytsin meni ham. Doim tayyorman. Bugun Feruza Andijonga borsa, sudga deb borgan. Yo'q bittasi ham. Jabrlanuvchi ham kelmagan. Chunki borishini e'lon qilib borgan. Jabrlanuvchilar ham yo'q. Chunki bu borib so'roqqa tutib tashlaydi hammani. Qoch Feruza kelyaptidan bo'ldi. Endi payshanba kunga Shuhrat Musayev, men hozir bu efirni o'ziga ham tashab qo'yaman. Ko'ring, vaziyatni borib ko'ring. Xalqni qo'zg'ashyapti bular. Yuzlab odam borgan bugun, yuzlab odam. Hammasini ustidan kuldi Siroch. Yoki Sirochga ayting. Siz Siroch aka deysiz-ku, ayting. Nimaga bunaqa qildingiz deng. Insof bo'lish kerak-ku, tarafkashlik bo'lmaslik kerak-ku. Mana tarafkashligini isboti. Bilgan, sudda bo'lmasligini 4 soat oldin bilgan. U videoga jonliga chiqib masxara qilyapti. Hali zo'r bo'ladi, ko'rasizlar. 14:00 da yana video qilaman deyapti. Nimaga desa, ustingizdan kulaman deyapti-da. Shuhrat, shu narsalarni bir mulohaza qiling. Shaxsiy masala emas bu yerda. Xalqning masalasi mavzusi ketyapti. Bo'ldi, chiqdi bu shaxsiy masalalikdan. Men, to'xtatinglar deganimda maktab direktori sakradi menga. Hangradingiz, mangradingiz deyapti menga. Axloqni qarang. Axloqni qarang. Endi nima bo'ldi? Butun dunyoga video muhrlanyapti. Qizi katta bo'ladi, o'g'li bo'lsa o'g'li katta bo'ladi. Qarindosh urug'lari, uni yaqin atrofidagilar. O'sha xotinga gul ko'tarib borgan amaki. Shunaqa odamlar ham bor dunyoda. Jasmin men haqimda har xil gap gapirsa, Jasminni opajon degan odamlar bor. Shu jamiyatda bor shunaqa odamlar. U opa emas u. U Muzaffar degan bola u. Muzaffar ismiga isnot keltirgan bir iflos u. Jakuyni tarafini olgan odamlar bor. O Qashqadaryodan bir eshon. Jakuyni tarafini olib bizga qarshi yurishdi. Ka'b ibn Ashrafni tarafdori. Shvetsiyadagi komil qotil, oqpadar,
Bolalarini jonlida turib oq qilganman bolamni deb bemalol og'zidan so'lagi oqib gapiryapti. Abror Galuboylarni yomon ko'rarkan deb ustimdan shikoyat qilib ariza yozgan terpiylar. Meni ayolimni xuddi Ka'b ibn Ashrafni hajviyasin singari hajviya qilyapti meni ayolimni. Shuni tarafini olib yurganlar, shuni suhbatlarida shular bilan yurganlar, ko'zinglarni ochinglar. Shular bilan birga tirilasizlar. Tanlov sizlarniki. Xolid ibn Valid aytganlar. Nimani tanlasang, shuni qil. Nimani xohlasang, shuni yoz. Ikkita farishta yozib turibdi. Hisob kitob kuni gaplashamiz. Tanlov sizlarniki. Lekin o'y, erkak odam mana shu komilga o'xshagan qotil, dayus xunasani atrofida bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Kasofati uradi bularni. Kasofati uradi. Mana shu oxirgi keysda nechta oilaga kasofati urdi shuni. O'sha hodisani kasofati urdi. Yomon narsa bu. Alloh taolo insof bersin hammamizga. Jonik Q6O. Abror xafa bo'lma. Seni o'lgiday yomon ko'raman oqsoch. Xursandman meni yomon ko'rganingdan. Sen meni yaxshi ko'rib qolsang, unda xafa bo'laman. Sen meni umuman yaxshi ko'rma. Yomon ko'r. Chunki meni Galuboylar yaxshi ko'rishi mumkin emas. Tushundingmi, Jonik? Boss 77Z domla islomsiz dunyo kitobi qachon nashr qilinadi? Tayyor, inshaalloh nashrga chiqadi. Men Alloh umrimizni berib tursa, borgandan keyin biz surishtiraman. Xudo xolisa sizlarga taqdim qilamiz. Muxtar Muhammadov. Ustoz inson niyatini, tushunchalarini yaxshilash uchun, niyatini chiroyli qilish uchun nimalarga ko'proq ahamiyat qilish kerak? Birinchi ilm o'qish kerak va atrofdagi yor do'st birodarlarni tanlash kerak. Saviyali, ilmli, ziyoli, Xudodan qo'rqadigan, taqvoli odamlar bilan do'st bo'lish kerak. Hamsuhbat bo'lish kerak. As-suhbatu mu'athiratun degan hadis bor. Suhbat ta'sir qiladi. Yaxshi bo'lsa yaxshiga, yomon bo'lsa yomonga ta'sir qiladi. Suhbat, so'zda sehr bor. So'z ta'sir qiladi. Nima uchun har namozdan keyin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar aytishlikni tavsiya qilingan? Chunki zikr bu tavsiya insonga virt bo'lib qalbiga o'rnashadi. Ta'sir qiladi. Zokirlar bilan yursangiz zikr ta'sir qiladi. Olimlar bilan birga yursangiz ilm ta'sir qiladi. Boylar bilan birga yursangiz dunyoga muhabbatingiz ortadi. Hokimlar bilan, amirlar bilan yurgan odamni qalbi qotadi. Ulamolarning tavsiyalari. Xotinbozlar bilan, maishatparastlar bilan yurgan odam maishatparast bo'lib qoladi. O'shanga moyil bo'lib boradi. Olimlarni suhbatini, majlisini lozim tutgan odamda ilm ko'karib chiqadi. Ilm ta'sir qiladi. O'shaning uchun atrof javonibni, yori do'st birodarlaringizni ham saralang. O'sha saralashga ko'ra hayotingizda ta'sir kuchini ko'rasiz. Do'stlar, bizda saharlik yaqinlashib qoldi. Sizlarda ham shekilli. Qisqaroq suhbatlashdim sizlar bilan. Maqsadimizni bilib turibsizlar. Men nafaqat direktorni yoki ichki ishlarni tarafini olib yoki qarshi bo'lyapman. Men ikkala tarafga ham adolat qoyim bo'lsin deyapman. Qilinadigan ishlarda sud qaror chiqaradigan hodisalar bor, uni sudga qo'yaylik. Kim jinoyat qilgan, kim o'sha videoda qonunni buzgan, sud uni javobgarlikka tortsin. Endi axloqiy tomoni, xalqni aldab, meni urib yechintirdi degan odamni gapidan isbot so'rayapman. Agar isbot bo'lsa, sudyalarda
o'sha 4 yil qamashligiga rozi emasman deyapman. Isbot bo'lsa 10 yil qamasin deyapman. Agar isbot bo'lmasa, chiqib uzr so'rasin bu direktor deyapman. Nimasi yomon buni? Qani bu yerda noxolislik? Sirosh ham chiqib gapirsin shuni. Aytsin, to'g'ri desin. Abror faqat ichki ishlarning tarafini olmayapti ekan. Ichki ishlar ayb qilgan bo'lsa 10 yil qamalsin deyapti ekan. Desin. Yo'q. Bu salfetka bo'lsa kerak, uni fotomontaj qilib qo'ygan bo'lsa kerak deyapti. Bilib turib yolg'on gapiryapti. Qattan bilasiz desa, mana o'zi e'tirof qildi bugun. Sud bo'lmasligini bilib turib men sizlarga 14:00 da aytaman. Zo'r bo'ladi, ko'rasizlar deb kulyapti xalq ustidan. Siz azizlarga ham bu imtihon. Ko'zingizni oching. Gul ko'tarib borib, anu gul beradigan amakiga o'xshab qolmang. Yoshingiz bir joyga borganda, bir oyog'ini qabr tortib turgan paytida shunaqangi sharmandalikka tushmang. Shuni aytyapman. Meni yomon ko'rsa ko'rar. Men bulardan qo'rqadigan joyim yo'q. Nimaga? Bizni bilgan biladi. Bilmagan o'zi biladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.